hafta ish kunida keldi. Общий. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Sherzodbek. Xudo xolasa to'g'ridan to'g'ri mana Viziv Centerdamiz, ya'ni VSF Globalda. 19-may 05-2026-yildamiz. Xudo xolasa mana ukamiz vizaga topshirganda mana vizasini, ya'ni konvertlarni oldi. 2 oy, 60 kun. 2 oy ketdi. Почти mana ba'zi birlarga 45 kunda kelyapti, ba'zi birlarga 15 kun, 16 kunda kelyapti. Shaxsan bu ukamizga 16 kun deganda keldi viza topshirgan. 2 hafta ish kunida keldi. Общий kutgan vaqti 2 oy ketdi. To dokument topshirib, vizaga hujjatini tayyorlab, ishini amalga oshirgungacha deyarli 2 oyga yaqin vaqt ketdi. 1,5 oy, 2 oy. 2 oyga yaqin. Ishonchlar yaxshi. Kelishlar so'rab qolamiz. Ekranda nomerlarga bemalol aloqaga chiqib bog'lanishinglar mumkin. Xudo xolasa soprovождение jarayonlarini ham birgalikda amalga oshiramiz. Buni ham albatta prozrachniy